Serinda Uzbekistan Viva Group USA kompaniyasining mahsuloti. Immunosep bu mahsulot sholg'omsimon piyozning quruq konsentratsiyasi bo'lib, yordamchi moddalari kraxmal, laktoza, mikrokristal sellyuloza, shakar kukuni. Tarkibida B1, B2, B9, E, S, PP vitaminlari mavjud. Oziq-ovqatda uchrovchi barcha mikroelementlarga ega. Mahsulot shamollash davrida immunitetni oshiradi. Ateroskleroz, gipertoniya, infarkt va stenokardiya kabi kasalliklarni oldini olishda, keloidli va yiringli yaralarni kompleksli davolashda, ichakdagi infeksiyada, hazm qilish tizimini yaxshilashda, semizlik va undan keyingi jigar zararlanishlarida va jigarni boshqa toksik zararlardan himoya qilishda, tish va milkdagi pulpit, periodontit kabi kasalliklarida, kandidoz va молочница kabi kasalliklarni oldini olishda, teri raki, oshqozon, ichak raki va jigarda uchraydigan rak kasalliklarini oldini olishda yordam beradi. Mahsulotni bir kunda 2 mahal ovqatdan keyin iste'mol qilish tavsiya etiladi.